Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda bir guruhga aziz do'stlar muhtoj, yordamga muhtoj bo'lgani uchun uyini oshxonasi avariyli holda bo'lgani uchun shu yerda xabar olish uchun keldik. Yakka yolg'iz bo'lgani uchun shunga yordam berishlarini iltimos qilib hammalari aziz g'izmonlik do'stlardan so'raymiz. So'rab o'zim 2 yil oldin o'zlari o'pka kasali edi, zakritiya formasi edi, Toshkentda Jukovskiyga davolatdik, o'sha yoqda ishlab, o'sha yoqda davolanib yurardilar. Lekin oxirgi paytga nima bo'lib, oshqozonga xavfli o'sim topildi. Buxoro onkologiyasiga yotqizdik. Buxoroni obulbansasiga xirurgiyaga yotqizdik. Chechexis qo'ydirdik. Qo'ymadi, baribir ham dunyodan o'tdi. Oxirgi etapga kelgan ekan. Hozirda studentim bor, endi u ham kvartira nima qilaman, bir stipendiya bilan qo'rinish qilib, yana bitta o'g'lim yo'q. O'zim nima paxta teraman, paxta chasni ishlarga chiqaman. Daromad endi o'qishni yo'qotganlik bo'laman. Endi mana shu bachalarim uchun ovqat qilishga shu gazxonamiz, yomg'irlarda suv yetib ketardi, o'zga kun tushadi, ovqat qilib bermaydi. Yo'q, hech qanday nima qilmadim, faqat Allohdan so'rardim shu zonda ham. Oshxonalarimda bo'lsin, ovqat qilgan paytimda to'g'ri qilishni, chunki yomg'ir yoqqan paytda suv o'tib kirib bo'lmaydi. Yozgi kuniga qum tushadi. O'sha mana o'zimizdan janoza guruhlar yigitlari nima qilib kelib, ular yordam beruvchilar shularning. Yordam